Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun veligimizni super skorsini ligirovka qilamiz. Bizimni aylantirib ligirovka qilsak ham bo'ladi. Lekin biz bunda turgan holatda ham qilsak bo'ladi. Biz bunda turgan holatda ligirovka qilishni xohladik. Troslarni ulaymiz yaxshilab. Ve trosunu kichiklashtirish uchun kichkina qilib to'g'rilashtirib o'rab qo'yamiz. Tamam, tortsa kichkinalashadi. Skorsimizni tekshirib ko'ramiz. Skorsimiz o'sishlari yaxshi. Yengil, og'ir skors bo'ladi. Qo'y salasini bundan aylantirib bizani mana bu yerda kamera yaqinroq kelgan. Mana bu yerda ikkita bolti bo'ladi. Shu ikkita boltini mana bu chap tomondagini ozgina bo'shatsak, ligirovka bo'ladi skorsimiz. Ozgina bo'shatib, balo aylantirgan holatda pedal aylantiramiz. Skorsdan skorsga tushib ko'ramiz. Biz skorsimiz ligirovka bo'ldi. Endi buni sinab ko'ramiz. Yo'q, oling kamera. Uchini bitta ko'rsatma bo'lasizlar. Skorsimiz o'tdi, zo'r o'tdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.